Kelajakdagi voqealarni tasavvur qilish qiyin emas. Laziza va Aida opa o'rtasidagi to'qnashuv muqarrar va bu oddiy janjal bo'lmaydi. Bu yerda yig'i ham bo'lmasligi mumkin. Ba'zan odam shu darajada jarohat oladiki, u baqirmaydi ham. Faqat bitta savol beradi. Nega? Ana shu savol hamma narsani o'zgartiradi. Aida opaning javobi esa hamma tomoshabinni ikki qismga ajratishi mumkin. Agar u o'zini oqlasa, jarohat chuqurlashadi. Chunki Laziza uchun bu sevgi emas, bu sotilish bo'lib ko'rinadi. Agar u afsuslansa, unda bu sahna eng og'riqli sahnaga aylanadi. Abu Bakr esa bu paytda to'xtamaydi. U o'yinini davom ettiradi. Lekin u bitta narsani hisobga olmagan bo'lishi mumkin. Laziza o'zgarib boryapti. Endi u avvalgidek emas. Endi u boshqalarning qoidalari bilan yashamaydi. Qiziq tomoni shundaki, aynan o'sha kvartiralar keyinchalik boshqa ma'noga ega bo'lishi mumkin. Odamni sotib olish uchun berilgan narsalar ba'zan qurolga aylanadi. Va Laziza shunday odam. U hech qachon qo'g'irchoq bo'lmagan. Agar u butun hayoti kimningdir rejasi bo'lganini tushunsa, u o'sha rejani buzadi. Guli haqida ham unutmaslik kerak. Uning hayoti ham asta-sekin qorong'ulashib boryapti. Ish yo'q, kelajak noaniq. Eng yaqin do'stining hayoti ham chalkash va u bitta xato qildi. Bitta qo'ng'iroq. Mast Lazizaning qayerdaligini aytib qo'ydi. Ba'zi xatolar darhol sezilmaydi, lekin vaqt o'tib ular munosabatlar orasida dars ochadi va o'sha dars bir kuni katta jarlikka aylanishi mumkin. Aziz va Rona esa hali yakuniy nuqtaga yetgani yo'q. Yadgor va Xadichaning quchoqlashuvi Azizning ichida nimanidir siljitdi. U buni hozir tan olmaydi, balki o'zi ham tushunmaydi. Lekin odam ketayotganda orqasiga qarasa, bu bejiz bo'lmaydi. U mehmonxonadan chiqib ketayotganda bir marta ortiga qaradi. Juda qisqa lahza, lekin ba'zan bitta qarash hammasini aytib beradi. U yerda hali so'nmagan narsa bor edi. Umid. Va endi eng muhim savol qoladi. Abu Bakrning hislari haqiqiymi yoki bu ham strategiyami? U mast, himoyasiz Lazizaga tegmadi. Bu hurmat bo'lishi mumkin yoki sabr bilan qurilgan rejaning bir qismi. Ba'zi odamlar shoshilmaydi. Avval ishonch qozonadi, keyin esa hamma narsa o'z-o'zidan keladi. Hozircha haqiqat shu ikki ehtimol orasida turibdi. Lekin bitta narsa aniq. Qaysi javob chiqishidan qat'iy nazar, Lazizaning hayoti endi avvalgidek bo'lmaydi. Agar bu muhabbat bo'lsa, bu hikoya kutilmagan go'zal yo'lga kiradi. Agar bu hisob-kitob bo'lsa, unda eng qorong'i burilish xasi oldinda. Va ehtimol siz ham shu savol ustida o'ylayotgandirsiz. Haqiqat qaysi tomonda? Qismdagi eng kuchli yashirin portlashlardan biri Dildora bilan bog'liq chiziqda yotibdi. U reklama yuzi bo'lishi kerakligi aytilgan paytda bu oddiy ish taklifidek ko'rinadi. Lekin aslida bu qizning otasiga qarshi ramziy qurolga aylantirilishi. Dildora o'sha taklifni eshitganida yuragi tez ura boshladi. U hech qachon bunday imkoniyatga ega bo'lmagan edi. Uning ichida ikki olam to'qnashmoqda. Bir tomonda otasining qattiqqo'lligi, taqiqlari, uni hech qachon to'liq eshitmagan uy. Ikkinchi tomonda esa unga imkoniyat, erkinlik va qiymat berayotgandek ko'rinayotgan tashqi dunyo. Dildora kechasi uxlamay yotib bu taklifni o'yladi. U otasining aytgan so'zlarini esladi. Mening qizim hech qayerda ko'rinmaydi. O'sha gap uning ichida bir narsani sindirib tashlagandek bo'ldi. Nega otasi unga ishonmaydi? Nega u qaror qabul qilish huquqiga ega emas? Eng nozik detal shuki, u sodiq uni ishlatayotganini sezadi. Ammo baribir bu yo'lga qiziqib qaraydi. Nega? Chunki insonni manipulyatsiya qilishning eng oson yo'li unga avval inkor etilgan narsani taklif qilish. Dildora pulga emas, ko'rinishga, e'tirofga, o'zini kimdir deb his qilishga aldanishi mumkin. Agar shu chiziq davom etsa, keyingi qismlarda Afzal bilan qizi o'rtasidagi ziddiyat yanada dahshatli tus oladi. Chunki bu endi tarbiya janjali emas. Men seni tushunmaganmanmi yoki sen meni hech qachon ko'rmaganmisan degan yurak urushiga aylanadi. Vali opa atrofidagi sahnalar esa bu qismga butunlay boshqa qatlam qo'shdi. Qo'shnining gapidan keyin tug'ilgan shubha, Lena eshigi oldiga sochilgan noma'lum narsa, homilador ayolning zaifligi,
Bularning bari serialdagi ruhiy xavfni yanada chuqurlashtirdi. Vali opa ertalab turib, Lena eshigi oldidagi narsani ko'rgan paytda uning yuragi bir zumda uzilib ketgandek bo'ldi. U qo'llari titraganicha o'sha joyni tozaladi, lekin ichkarida nimadir buzilib qolgan edi. Bu yerda gap faqat irim-sirimda emas. Aslida Vali opa odamlar yomon niyatining shakli qanday bo'lishidan qat'iy nazar qizini va tug'ilmagan bolani o'sha muhitdan uzoqlashtirish kerakligini his qildi. U boshqalarga qaraganda xavfni tezroq sezmoqda, chunki ona qalbi ko'pincha isbotsiz ham haqiqatni ilg'aydi. U kechasi uxlamay Lenaning yuziga uzoq tikildi. "Qizim, seni biror joyga olib ketishim kerak", deb o'yladi u. Menimcha bu chiziq keyingi qismlarda katta qarorga olib boradi. Lena boshqa joyga olib ketilishi yoki uyning ichidagi munosabatlar keskin uzilishi mumkin. Va agar bu sodir bo'lsa, oiladagi tashqi hurmat niqobi butunlay tushadi. G'aybullaga qarshi tayyorlanayotgan tasodif esa oddiy tahdid emas. Bu serialning keyingi yirik burilishiga tashlangan qorong'i soyadir. G'aybulla hozircha Afzalning yonida haqiqatni ayta olayotgan kam sonli odamlardan biri. U bir kuni kechqurun Afzalga yaqinlashib, past ovozda dedi: "Sodiq haqida bilishing kerak bo'lgan narsalar bor." U Sodiqning o'tmishiga oid xavfli ma'lumotni ochdi. Ya'ni Sodiqning qimor, pul va kir yo'llar bilan bog'langan eski yuzi hali yopilmaganini bildirdi. Afzal bu gaplarni eshitib, bir muddat sukut saqladi. Uning ichida nimadir qimirladi, lekin g'urur yana baland ovozda gapirdi: "Men unga qarshi turishga qodirman." G'aybulla bu javobdan keyin og'ir xo'rsindi. U odamlar ko'rmaydigan xavfni ko'rayotgandek edi. Bu juda muhim detal, chunki serial bunday ma'lumotni bejiz tashlamaydi. Agar G'aybullaga chindan ham hujum uyushtirilsa, bu ikki natijadan biriga olib keladi. Yoki Afzal nihoyat ko'zni ochib, g'ururdan amaliy kurashga o'tadi, yoki aksincha, yana kech qoladi va oqibat yanada og'ir bo'ladi. Menimcha, eng kuchli ehtimol shuki, G'aybullaga bog'liq voqea yaqin qismlarda sodir bo'ladi. Va bu baxtsiz hodisa emasligi asta-sekin fosh bo'lib, Sodiqning rejalarini tezlashtiradi. Chunki Sodiq endi kichik o'yinlardan chiqib, odamlarni safdan chiqarish bosqichiga o'tdi. Bu qismda ko'pchilik e'tibor bermagan yana bir nozik jihat bor. Sodiq har bir odamga alohida niqob taqib chiqyapti. Jahongir oldida strateg, Banu oldida pushaymon oshiq, Dildora oldida imkoniyat beruvchi xomiy. Bu uch qiyofa bir odamning uch xil yuzi emas, bitta maqsadning uch xil usuli. Sodiq bir kuni ertalab Jahongir bilan gaplashayotganda uning ko'zlarida sovuq hisobkop yotardi. "Ishimiz yurishibdi", dedi u kulib. Ammo o'sha kuni kechqurun Banuning oldida uning ovozi butunlay boshqacha edi. Yumshoq, afsusli, go'yo kechirim so'rayotgandek. "Meni kechir", dedi u. Banu esa uning ko'zlariga qarab, bu yumshoqlikning ortida nimani yashirganini bilmay qoldi. Dildora bilan uchrashgan paytda esa Sodiqning chehrasi yana o'zgardi. U mehrli, tushunuvchi, qo'llab-quvvatlovchi homiyga aylandi. "Sen juda iste'dodli qizsan", dedi u. Va aynan mana shu ko'p qavatli yolg'on uning hozircha yutayotgandek ko'rinishiga sabab bo'lyapti. Lekin serial qonunida bunday odam eng yuqori nuqtaga chiqqandan keyin eng dahshatli yiqilish bilan sinadi. Menimcha Sodiqning qulashiga tashqaridan dushman emas, ichkaridan ayol yoki yaqin odam sabab bo'ladi.